Kalmar o'yini bosh qahramoni haqida nimalarni bilasiz? Lee Jeong-ji 1972-yilda Janubiy Koreyada tug'ilgan. U mashhur Janubiy koreyalik aktyor va model hisoblanadi. Uning Kalmar o'yinidagi aktyorlik mahorati butun dunyo bo'ylab mashhurlikka erishdi. U 2021-yil suratga olingan Kalmar o'yinida suratga tushdi va butun dunyo uni tana boshladi. Lee 1972-yil 15-dekabrda Seulda tug'ilgan. O'z faoliyatini 1993-yildan hozirgi kungacha davom ettirib kelmoqda. 2024-yilning oxirgi dekabrda chiqarilgan Kalmar o'yini 2-sezonida bosh qahramon rolini ijro etgan. Hozirda ushbu aktyorni butun amerikalik va yevropaliklar ham yaxshigina taniydi. Ya'ni butun dunyo bo'ylab mashhurlikka erishdi. Hozirda aktyor Kalmar o'yinida har bitta bosh rolni ijro etgan roli uchun $4 million olishini aytib o'tgan aktyor.